Lalili judayam taniqli masjidlardan biri. Usmoniylar davrida qurib bitkazilgan. Mustafa 3-tomonidan 1764-yil kompleks qurib bitkazilib bo'lib, o'z ichiga fontan, mechit, madrasa va manzilini olgan. Bu masjid odamlar yashaydigan Lalilida joylashgan bo'lib, atrofida bozor, magazin va shunga o'xshagan har xil tarixiy yodgorliklarga ega va yonida Sulton Mustafa va uning o'g'lining mavzoleysi bor. O'g'li Selim. Masjid ta'mirlanib, o'zi haligacha ko'rkam ko'rinishi bilan saqlanib kelinmoqda. Lalili masjidi hech martalab yonishiga yoki atrofi qulashiga qaramay, buni ta'mirlab Usmoniylar davridan tarixiy yodgorlik sifatida haligacha saqlanib kelinmoqda. Bu yerga siz xohlagan paytingiz kirib ibodat qilishingiz mumkin. Men o'zim kechagina shu yerda bo'ldim. Juda ham boshqacha taassurotga ega bo'ldim. Kirib namoz qildim va sizga bu rolikni ulashay deb shuni joyladim. Siz ham kelib ziyorat qiling va qalbingiz juda ham taskin topadi. Bu tarixiy yodgorlikni Usmoniylarni eslatib turuvchi ramz va xotirasiga bag'ishlab saqlanib kelinadi. Istanbul shahrida bu yodgorlik va bu ulkan masjid joylashganini juda ham ko'pchilik biladi. Video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, videoni tarqatib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar uchun yana ko'p yangiliklar tayyorlab qo'yib boraman. Tomosha qiling. Kanalimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Qo'limdan kelgancha harakat qilib, bu to'g'risida o'rganib chiqib, video qildim. Agar ozgina xatolik yo'q bo'lgan bo'lsam, ma'zur tutasiz. Boringlarga shukr. Rahmat, sog' bo'linglar.